Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana uz.sport kanali. Va bugun O'zbekiston sport olamidagi eng qizg'in yangiliklardan birini sizlarga yetkazamiz. O'zbekistonning eng mashhur bloger jangchilaridan biri, Gold laqabi bilan tanilgan Shahzod Uzoqov katta oktagonga qaytadi. U 29 noyabr kuni Toshkent shahrida o'tadigan Rossiyaning Prime FC tashkiloti musobaqasida mushtlash bo'yicha navbatdagi jangini o'tkazadi. Bu haqda jangchi shaxsiy sahifasida rasmiy ma'lumot qoldirdi. Bu jang atrofidagi keskinlik allaqachon boshlangan. Tojikistonlik taniqli media jangchi, Kamil karate laqabi bilan mashhur Kamariddin Hasanov Goldga ochiq ravishda chaqiriq tashlagan edi. 37 yoshli tojik jangchisining bu da'vosiga Gold ko'p vaqt o'tmay javob qaytardi va u oktagonda jim bo'ladi deya keskin bayonot berdi. Shahzod Uzoqov Tailandda o'tkazgan janglari bilan katta mashhurlikka erishgan. Shu bilan birga u tartibbuzarlikka gumon qilinib qidiruvga berilgan. Keyinchalik o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytgan. 2 oy vaqtincha saqlash izolyatorida qolib, shartli ravishda ozod qilingan. Hozircha Prime FC Gold Kamil karate jangini rasman e'lon qilgani yo'q. Ammo mavjud ma'lumotlarga qaraganda, bu jang bo'lishi faqat vaqt masalasi. Asosiy savol esa bitta. Erkebulan bilan jangda og'ir jarohat olgan Kamariddin yana bunday bosimga bardosh bera oladimi? Yoki Gold va'dasida turib, uni chindan ham sukutga cho'ktiradimi? Qanday bo'lmasin, barchamiz kutayotgan jang oldinda. Biz Goldga muvaffaqiyat tilaymiz va barcha yangiliklarni yoritib boramiz. Do'stlar, agar ushbu jangni jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta uz.sport Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Xudo xohlasa, o'zbek jangchilari ishtirokidagi janglarni jonli efirda yoritib boramiz.